Ana do'stlar, eshitgili. Assalomu alaykum usta aka. İşler yaxshi aka. Sog'liklar. Podpischiklaringizda biz. Mana parket bo'yicha bir ikki so'rayverayin dedigili. Parket tag'ilganda былтыр. Laminatçı bolganan ishib ketdi qancha yerler ko'tarilib içine havo kirib ketdi. Nam tigen emas birek, suupu hech narsa tigen emas. Özünün özüne içine hava girip ko'tarilib o'tadi. Vozduk var içinde. Puf puf etib. Javob berib qo'yingchi. Assalomu alaykum do'stlar, qandaysizlar? Yaxshilarmi? Densolig'ing bor. Do'stlar, laminat qilgandan keyin uyda atrofini 2 sm mashina barmoq sig'adigan qilib ochib qo'yinglar. Bu o'sam ishet. Laminat o'ynaydi. Issiqda, sovuqda o'ynaydi. O'ynaganda bunday cho'zilganda duvalga tiyib tursa, o'rta do'mpayib ko'tarilib qoladi. Hozir mana bittasi yana chiqdi. Mana shu oyda ichida 8 ta odam chiqdi menga. Laminatim ishib ketdi, nima qilsam bo'ladi deb. Endi shu ishga yerga doğru ochqilar. Ochib turib, atrofini pon ochib qo'yinglar. Atay ochgandan keyin laminatni chekasini iloji bo'lsa qirqinglar. Zubilarda qirqaysizlar va nimada qirqsanlar ham aylantirib 2 sm ochib qo'yib, keyin ishgan bo'lsa, keyin yotkizib turib, qadab turib plyuntusini qadab qo'yinglar. Ana shunda yotkizib turib yana plyuntusini qatirib qo'yibsan. Atrofini ochqilar. Ko'p ustalar eshikdan kiretdi, men ustaman deb ashlarini chekalari ochib qo'ysa, rodbun bilan bunday qilib shpatilla shuvab qo'yadi. U minusi. Keyin telefon qilsang, telefonini ko'tarib ashlar. Kelib turla ber desa. Au uydagisi bilmagani uchun usta qilib soladi, do'stlar. Chekasini 2 sm ochib ketgili, ponni pluntus yopadigan qilib. Keyin o'ynaganda issiqda, sovuqda laminat o'ynaydi. Qanday cho'ziladi deydi ko'pchilik. Va cho'zilgani mashindan bo'ladi, do'stlar. Mana hozir mana shu odamni go'lisini tashab qo'yim. Menga ishonmasangiz, qolganlar adashmasin deb tashab qo'ydim men buni. Jangi uy solayotganlar, laminat qildirsanlar, chekalarini ochib qo'yg'lar. Adashpag'lar do'stlar. Ustaga aytgili, chekasini ochib ketgin 2 sm qilib. 2 sm ochib qo'yg'lar, o'ynaydi. Bitta laminat 0,5 sm bo'lsa ham, bitta uyga 3 ta laminat tushadigan bo'lsa, 1,5 sm o'ynaydi do'stlar. Bitta laminatingiz 1 sm ga doğru 1 sm dan ozroq cho'ziladi. Kichkinaroq, kattaroq. O'shunda o'ynaydi do'stlar. Adashpag'lar do'stlar. Ishib qolganlar endi sizlarga bitta variantingiz baribir telefon qilsanglar ustalar kelmaydi. Javob beram kelmaydi. Chunki men ustaman deb haligi doktori ham, melisasi ham ishdan bo'shasa, men ustaman deb qo'lini ko'tarib chiqib oladi. Ustachilikni mana qilib sharvara qo'yadi. U uydagisi ham bekerga olmaydi pul laminatlarni, pul oladi. O'ylanib ish qilinglar do'stlar. Chekalarini aylantirib, bitta uyga qilsanglar, aylantirib 2 sm dan ochib ketgili. Agar 5 stik qilib hamma uydagini bir-biriga ulanib 5 stik qilam desanglar, unda kattaroq ochqilar. O razmerini olinglar, uyda uzunini. Mana qasiga yotkizdinglarmi? Shu uyda razmerini olinglar. 0,5 sm dan ochib ketgili do'stlar. Bo'pturmi?